Umar ibn Hattob aytadi, kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida o'tirar ekanmiz. To'satdan bir kishi kirib keldi. Kiyimlari oppoq, soch soqoli qop-qora, ustida bironta bir safar alomati yo'q. Keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qarshisiga kelib o'tirib, tizzasini Rasulullohning tizzalariga tegizib o'tirdi. O'zini qo'lini o'zini soniga qo'ydi yoki tizzasiga qo'ydi. Shunda yaqin kelib o'tirdi. Sahobalar hayron. Keldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha savollarni so'radi. Islom nima, iymon nima, ihson nima, qiyomatning alomatlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom nima deb u kishi so'raganida, islom bu shahodat kalimasini aytishliging, namoz o'qishing, roza tutishing, zakot berishing va qodir bo'lsang haj qilishing dedilar. Haligi so'ragan odam to'g'ri aytdingiz dedi. Iymon nima? Rasululloh aytdilar, Allohga iymon keltirishing, farishtalarga, kitoblarga, taroziga, qiyomat kuniga iymonning 7 ta sharti. Haligi odam to'g'ri aytdingiz dedi. 3-savoli ihson nima deb so'radi. Ihson Rasululloh aytdilar, ihson Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Ya'ni inson Allohni ko'rganda uni qiladigan ibodati qanaqa bo'lardi? Butun vujudi bilan o'qir edi. Hayoli bo'linmas edi. Endi sen Allohni ko'ra olmasang ham Alloh seni ko'rib turibdi dedi. 4-savolni so'radi qiyomat haqida, so'ngra chiqib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Hattobga qarab, "Ey Umar, savol so'rayotgan odamni kimligini bilasizmi?" "Alloh va rasuluhu a'lam" deb javob berdi. Umar ibn Hattob, "Alloh va rasuli biluvchiroq. Bu Jibril edi. Kelib sizlarga sizlarning diningizni ta'lim berdi", dedilar Rasululloh.